Voy, adasi o'ldi. Kim o'ldi? Kim? Davron G'oziyev o'ldi. Kitobmi? Odil Yoqubov qissalarini o'qiyotgandim. Yaxshi asar bo'ladi. Odil Yoqubov qissalari qalbdan ezgulikka chorlaydi. Qalblar ezgulikka to'lgan bo'lsa, kutubxona haqida aniqroq ma'lumot berib oling, fondlari, pulni ishlar haqida. So'raganlar uchun video ko'rinishida. Albatta. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Ko'zojlar 8-sonli kutubxonasi Rayhon to'yxonasidan qaytganingizda shunday pasportning stolni oldida madaniyat markazini ichida joylashgan. Bizga ko'z ojizlar maxsus kutubxonasi tomonidan maxsus transport berilgan. Bu transportdan biz uyga kitob eltish xizmatidan foydalanamiz. Ya'ni imkoniyati cheklangan foydalanuvchilarimiz uchun uylariga o'zlari tanlagan kitoblarni, audio kitoblarni yetkazib beramiz. Joriy yilning aprel oyida kutubxonamiz tashkil topdi. Hozirda kutubxonamiz fondida 700 dan ortiq adabiyotlar mavjud. Bulardan ko'z ojizlar uchun kiril va lotin yozuvidagi bo'rtma nuqtali adabiyotlar. Bu adabiyotlar ko'z ojizlar uchun braille yozuvida chop etilgan. Ko'z bo'yicha nuqsoni bo'lmagan boshqa fuqarolarimiz, ya'ni foydalanuvchilarimiz uchun lotin yozuvida hamda kiril yozuvida, rus tilida bosma adabiyotlarimiz mavjud. Kutubxona kitoblarni 15 kundan 1 oy muddatgacha shaxsni tasdiqlovchi hujjat evaziga taqdim qiladi o'qib foydalanishlari uchun. Bu tashqari kutubxonada maxsus bolalar uchun burchagimiz bor. Bu yerda turli xil ertak kitoblar, ensiklopediyalar, yangi chiqqan kitoblar mavjud. Ingliz tili, rus tili lug'atlari kelib foydalanishlari mumkin. Kutubxonamizda badiiy adabiyotlardan tashqari Qur'on o'rganmoqchi bo'lganlar uchun, ko'zi ojizlarimiz uchun maxsus chop etilgan braille yozuvida Qur'on kitobimiz ham bor. Kutubxonamizda hozir qizg'in ish jarayoni ketmoqda. Ko'zi ojiz fuqarolarimiz uchun audio kitoblarni tartibga solish jarayoni. Hormang. Salomat. Nima jarayon ketyapti endi? Bu yerda kitoblar aralashdi, hammasi. O'zbek, jahon kitoblari hammasi bitta papkada joylashgan. O'shalarni hozir hammasini o'zbek adiblarining kitoblarini o'zbek adabiyotiga, jahon adiblarinikini jahon adabiyoti papkalariga joylashtirib chiqaman. O'shanda qidirganim kelib foydalanuvchilar so'raganda qiynalmasdan topib berishimiz uchun. Namuna sifatida bitta ko'rsatib bering. Misol uchun, mana Lev Tolstoy, bu jahon adabiyoti. Buni jahon adabiyotiga hozir mana endi misol uchun jahon adabiyotiga kiramiz. Lev Tolstoy. Hozirgi ko'chirgan kitobimiz. Endi davom etamiz. Sizga hozir o'zimizni o'zbek adabiyotidan so'rasam topib berasizmi? O'zimizni o'zbek adabiyotida Tohir Maliki asarlaridan topib bering. Adabiyotlarni nafaqat telefon qurilmalari, balki fleshkalarga tashlab beramiz. Kelib bu yerda o'zlari mana shu quloqchinlardan foydalanib, ushbu asarlardan xohlaganlarini tanlab eshitishlari mumkin. Barcha kitobxon, kitobsevar, ilmga chanqoq aziz fuqarolarimizni ushbu kutubxonada kutib qolamiz.